aziz do'stlar, mana bu xonadonni eshitasinlar. Shoir Salohiddinjon Xushrid Baxtiyoriy Eskekboz farmoyishlik sabtida Shoir Salohiddinjon Xushrid Baxtiyoriy Eskekbozni o'z she'ri shaxsan o'z farmoyishiga Abubakr Mahmudovga ucharu qo'shiq o'qimoqda. Eshiting, yashang sog'. Kelgin ay sevar yorim, bugun yoring yod qilib, sen bilan birga yuray, g'arib ko'nglim shod qilib, sen bilan birga yuray, g'arib ko'nglim shod qilib. Ko'nglimga yagonasan, ajab bir donasan, ajab bir donasan. Kelgin o'ynab kulali, ishqingga divonaman. Kelgin o'ynab kulali, ishqingga divonaman. Kelgin ay sevar yorim, bugun yoring yod qilib, sen bilan birga yuray, g'arib ko'nglim shod qilib, sen bilan birga yuray, g'arib ko'nglim shod qilib. Mana shunday toza chiroyli oshiqiy va g'amgin judoyi xonadonlarni qo'lga ko'taraman saylab Shoir Salohiddinjon Xushrid musiqa san'atiga murojaat qiling. Ay go'zal yorim o'zing, yurakda borim o'zing. Ay go'zal yorim o'zing, yurakda borim o'zing. Men kabi oshiqlarni o'ldirar qoshu ko'zing. Men kabi oshiqlarni o'ldirar qoshu ko'zing. Kelgin ay sevar yorim, bugun yoring yod qilib, sen bilan birga yuray, g'arib ko'nglim shod qilib, sen bilan davron suray, g'arib ko'nglim shod qilib. Xushrid musiqa san'ati hamisha sizlar bilan.